bilan yurgansiz? 19-yildan boshlaganman. 2019-yil. 7 yil. O'shancha yildan beri parhezda edim. Sentyabrda siz oldingizga kelib ketdim. Parhezlarni yig'ishtirdim. Shu yil xohlaganimcha qulupnay yedim, xohlaganimcha gilos yedim. Necha yildan beri pomidor yemasdim, hattoki sog'inib ketgan ekanman. Mazza qilib yedim. Mana shularni hammasini aytish kerak-da, shu xolos. Oladigan. Oldingizmi o'sha? Ha, bo'laveradi. Bo'lardimi? Assalomu alaykum, hurmatli Doktor Umarov kanali kuzatuvchilari. Sizlar bilan yana men Doktor Umarov. Sizlar bilan hozir navbatdagi natijamiz bilan o'rtoqlashmoqchiman. Quvonch bilan, mamnuniyat bilan sizlarga buni taqdim etmoqchiman. Mana yonimda Samarqand viloyatidan tashrif buyurgan Gulhayo ismli qizimiz 2025-yil sentyabr oyida murojaat qilib kelishgan. Undan oldin 2019-yildan beri mana kasallikni tarixini aytadigan bo'lsak, 2019-yildan boshlangan. Oxirgi paytlar bronxial astma deb diagnoz ham qo'yilgan. Hozir o'zlari o'z og'izlari bilan qanday boshlangan, qayerlarga borgan, qanday bizni qanday topishgan, bu to'g'risida o'zlari ma'lumot berishadi. Hozirgi kunda mana o'zlarini qanday his qilyapti, bular to'g'risida hammasini o'zlarining og'zidan eshitasiz. Marhamat, so'z sizga. Assalomu alaykum Doktor Umarov kanal a'zolari. Samarqanddan keldim. 6-7 yildan beri shu kasallik bilan yurardim. Bu kishini singlim orqali tanidim. Singlim qizchasi shunaqa astma emas, lekin bronxit qo'yilgan. Siz tashxis qo'ygansiz, yo'talishga bormagan, nafas qisishiga bormagan, lekin yo'taladi, allergiyasi bor. Sizni 1 yil u ham internetdan kuzatib, ishonch hosil qilib, keyin yoningizga kelgan. Ularni natijalarini ko'rganimdan keyin birinchi bo'lib yoningizga ovqatlanish to'g'rilab o'rganib kelganman. Martdan boshlaganman, o'sha kelgunimcha suv qo'shmaslikka, suyuqlik qo'shmaslikka o'rganib yoningizga keyin kelganman. Qarang. Ular hozir 3-marta kelib ketishdi yoningizga. Qizchasi juda ham zo'r. Rahmat. Natijalari zo'r, a'lo. O'zim ham sentyabrda kelib ketganimdan keyin birdan o'zgarishlar juda zo'r bo'ldi. O'shandan beri dorilarni ishlatmay qo'yganman. Eng birinchi yutug'im. Oldin qanaqa dorilar ishlatib turardingiz? Pevsal ishlatgan. Pevsal ishlatib turardingiz. Shu nafas qisgan paytda pevsalni. Shu mahalga o'tib ketgan edim oxirgi paytlarda. Bizgacha mana 6 yil davomi, 6-7 yil davomida qayerlarda endi davolanib yuruvdingiz? Endi taxminan bo'lsa ham qisqa shu joylarda nimalardan? Juda ko'p. O'zimizdan boshlaganman. O'zi boshlanishda doktorlar aytmagan allergiya edi. Aytganida balkim oldinroq boshlagan bo'larmidim harakatimni. Bilmaganman allergiyaligini, 1 yilgacha bilmaganman. Lekin yuraverganman qiynalib. Nafas qisishlar ham o'sha birdan boshlanib ketgan. Kattaqo'rg'on, Samarqand, Toshkent, o'zi ketma-ket kimdan nimani eshitsam borib davolanib ko'rganman. Hamma joyda bitta gap, ko'chib ketaylar deyishgan. Boshqa joyga ko'chib ketinglar. Havo almashtirish maqsadi. Havo almashtirish kerak, ko'chib ketishinglar kerak degan. Bizga o'zbekchilikka to'g'ri kelmaydi-yu. Joy almashtirish masalasi. Xo'jayinimga ham umuman ma'qul kelmagan. O'ylab ko'rganmiz, lekin to'g'ri kelmagan. Bu yil parhez qilyapsizmi, yo'qmi? Yo'q. Sentyabrdan boshladim. O'sha sentyabrdan buyog'iga parhez qilmay qo'ydingiz. Hech narsa, hamma narsa iste'mol qilyapsiz. Hattoki mana o'zingizning nimangizdan eshitib qoldim ham. Qulupnoy, pomidor, qizil narsalar to'g'risida bir o'zingizning nimangiz qanaqa edi? Mazza qilib yeyapman. Shuncha yildan beri parhez qilib o'rganib ham qolganman o'zi. Yemaslikka. Tarvuz ham mumkin emas edi. Baliqlar, umuman hech narsa mumkin emas. Hattoki ovqatga tomat qo'shish ham mumkin emas. Shunchalik darajada qattiq parhez qilganman yillab. Parhez qilmasa ham bo'lar ekan? Mazza-ku. Barakalloh. Endi mana hurmatli kuzatuvchilar doim kuzatishyapti. Juda ko'pchilikda ishonchsizlik bor. Hadeb bu to'g'rimi, noto'g'rimi?
deb ishonchsizlik nima qilib ko'rishadi. Endi shular uchun telefon raqam taqdim bera olasizmi? Masalan, sizga qo'ng'iroq Beraman. qilishsa hech qanaqa bir e'tiroz bo'lmaydimi? Yo'q, kommentariyalarni o'zim o'qiganman, shunchalik xafa bo'lib ketganman. Bormanglar, oddiy sektoraksion qiladi tomoqdan deganlarini o'zim o'qiganman, juda xafa bo'lganman. O'shanda mana niyatlar amalga oshadi degan joyi to'g'ri ekan. O'shanda o'sha kommentariyani tagiga o'zim yozganman. Hali boraman, natijalarimni yoningizda gapiraman, Instagramingizga o'zim chiqaman, ustoz sizga yozganman. Agar o'sha kommentariyalar turgan bo'lsa. Turibdi, hammasi O'zim bor. yozganman Hammasi o'sha bor. negativlarga. Xafa bo'lganman o'qib. Aha. Kelinglar, ko'ringlar, sinab ko'ringlar. Bunaqa kasallik bilan yillab qiynalayotganlar bor. O'zim ham ko'p qiynalganman, ko'p vaqt qiynalganman. Kelib ko'ringlar. Uzoqdan viloyatdan keladiganlar uchun sharoitlar bor, yotoq joylar bor, oshxona bor, hattoki dush ham bor. Barakalloh. Ayniqsa hamshira qizlaringizga gap yo'q, kulib turishadi. Bir-biridan chiroyli. Rahmat. Hurmatli kuzatuvchilar, bunaqa natijalarimiz juda ham ko'p. O'zlari xohlab, ayniqsa bunaqa videoga tushib, hattoki o'zlar mana Gulhayoxon shunday nimani aytdilarki, sizdek doktorni butun O'zbekiston, butun dunyo bilishini xohlayman deyishib, o'zlari shunaqa niyat qilib kelishganda, shuning uchun o'zlari xohlab berishdi. Rahmat. Endi mentalitet shunaqa ekanki, dardimizni yashirar ekanmiz, kimdandir uyalar ekanmiz. Uyiga sovchi bo'lib borishi yoki meni uyimga sovchi bo'lib kelishi, mana shunga o'xshagan har xil haligi o'zimizni ichki tartib qoidalarimiz tufayli ham ochiq oydin dardimizni ham ayta olmas ekanmiz. Tuzalib ketganini ham ayta olmas ekanmiz. Shunaqa bo'lar ekan. Shuning uchun avvalo ishonch, har doim nimalarda aytyapmiz, videolarda ishonch tuzatadi. Birinchi o'rinda yaxshi niyat tuzatadi. O'sha ishonch hosil bo'ladi. Shifo Allohdan. Biz bir sababchimiz xolos. Mana shu sabablarni qanday qilish kerak, nima qilish kerak sizga har doim o'rgatamiz, bu sidqi dildan. Biz odamlarga og'zaki tushuntirib ko'ryapmiz, tushuntirib ko'rdik, lekin hech qanaqa effekt bo'lmadi. Yozib berib ko'rdik, effekt bo'lmadi. Lekin chizib, yozib hamma narsani A ga B ni qo'shsa A B bo'ladi degan so'zni og'zaki emas, yozib, chizib tushuntirsak, keyin tushunishni boshlashdi, amal qilishni boshlashdi. Talablarimiz qattiq bo'lganligi uchun, talabchan bo'lganligimiz uchun ko'pchilik xafa ham bo'lib qolishdi. Bo'lib qolyapti ham, lekin natija yuqori. Keling, davolaning. Gulhayo, sizga rahmat. Oxiridan suyuntirsin iloyim. Bundan buyog'iga shu faqat kulib, maza qilib yashash sizga nasib qilsin. Alloh hamisha yuzingizni yorug' qilsin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.